Biz keyingi mijozimizning uylariga keldik. Buxoro shahar G'ijduvon tumani. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sitor opa siz? Mana opamizning uylariga keldik. Opa, mana sizga yana olib kelyapmiz-da. Salomatmisiz? Tinchmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Zrazni bez taqib qo'ydik-da. Qaysi farzandingiz chiqqanlar endi? Mana o'g'ilcham. Opa, buni oldishdan oldin nima muammolari bor edi farzand? Gijjalari bor edi, bo'yi past edi, ishtahasi yo'q edi. Allohga shukr, shuni ichgandan keyin o'zgarishlar yaxshi. Mana kitob o'qishlari yaxshi bo'ldi, olishlari yaxshi bo'ldi. Qilib yaxshi, hammaga tavsiya qilamiz. O'zi buni kim tavsiya qildi sizga? O'zim Instagramdan ko'rgan edim. Endi bu hozir aytgan rezultatingizni necha kunda bildingiz, sezdingiz? Qancha muddatda? Ha, bir 5-6 kunda sezdim. 5-6 kunda o'sha rezultat bo'ldi. Shunday o'sha vaqt nolashga borayotganda o'qishlari pastroq, olishlari qiyin edi. O'sha o'zgarishni sezaverdim ichgandan keyin. Aha. Mana rezultat ko'rgan inson sifatida bu mahsulotimizni yaqinlaringizga, butun O'zbekiston ahliga nima deb tavsiya qilgan bo'lasiz? Tavsiya etaman, hammaga tavsiya qilaman. Gijjalari bor, immunitet past. Tavsiya qilaman bolalarga. Kattakon rahmat, ishlaringizga omad.